Bugun 1-may 3-sinfda navbatdagi to'garak darsimiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana shu so'z turkumlari ot, sifat, fe'lga doir so'zlarni aytaman. Kimni so'rog'iga doir so'z bo'lsa bir qadam oldinga yuradi. Shartimiz tushunarlimi? Ha. Boshladik. Sakradi. Kitob. Bog'bon. Mazali. Shirin. Uxlayapti. Bolalar. Qalam. Hashamatli. Yozdi. Yey. Uchuvchi. Yer. Sakradi. Hashamatli. O'ynadi. Sumka. Shifokor. Pishmagan. O'qituvchi. Keldi. Sumka. Bemor. A'lochi. Magnit. Chiroyli. Dam oldi. Chaqaloq. Haydadi. Baliq. Baliq. Yaxshi. Chiroyli. Oyoq kiyim. Gul. Yaxshi. Quruvchi. Harbiy. Harbiy. Yaxshi. Sariq. Sariq. Mazali. Uxladi. Parta. Sumka. Magnit. Aziz o'quvchilar, mana so'z turkumlarini so'roqlariga doir so'zlar bilan nima qildik biz? Muhokama qildik. Demak, kim so'rog'iga javob bo'lgan so'zda qaysi so'z turkumi ekan? Ot so'z turkumi ekan. Qanday so'roqqa javob bo'lganlar? Fe'l. Qanaqa so'roqqa javob bo'lganlar fe'l bo'ladimi? Sifat. Sifat. Juda yaxshi sifat. Xo'p, nima qildi? Nima qilyapti so'roqqa javob bo'lganlar? Fe'l. Fe'l edi. Nima so'roqqa javob bo'lganlar? Ot so'z turkumi edi. Barchangizga ishtirokingiz uchun rahmat.